Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Yana Muhammad Rasul yonidamiz. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, opa charchamayapsizlarmi? Hop. Nima yangilik bor? Biz ketyapti, ketib qolyapti degan xabarlar boribdi odamlarga, noto'g'ri xabarlar. Yo'q, unaqa emas. Biz faqat eski tovarlarni tugatib turib, toza tovar, ya'ni yangi tovar olib kelmoqchi edik. Faqat sistemani o'zgartirmoqchi edik. Mana inshaalloh hammasini chiroyli qilib oldik. Umuman boshqacha tovar. Umuman bomba tovar. Umuman o'xshamaydi tovarlar. Eski tovarlardan farq qiladi. Hammasi toza tovarlar keldi. Eski ko'na tovarlarimiz yo'q. Eski ko'na tovarlarimizni Archantayga tashladik. Eskilardan xohlaganlar kelib, bemalol Archantayda xarid qilishingiz mumkin. Inshaalloh ularni tugatish bahosiga tashlab qo'yganmiz hali ham. Xo'p, endi bismillah boshlaymiz. Bu yerda xarir degan tovarimiz keldi. Xarirlarimiz eni 1.60 bo'ladi. 2 metrini 25 ming so'mdan beraveramiz. 2 metri 25 12,5 ming so'mdan bo'ladi 1 metri. Mana xarir. Bundan boshqa bunaqa tovar sotmaganimiz oldin. Mana toza tovar bu. Mana rasvetkalarini tanlab olaverasizlar. Har xil svetlari bor. 12,5 ming qo'lingizdagi. 2 metr 25 ming, 12,5 mingdan xarirlarni tanlab olasizlar. Endi Pradolarimiz, Pradoga bular İzmir kechirasizlar. İzmir, qoshli İzmirlarimiz 12,5 ming so'mdan tushirib qo'ydik azizlar. Yumshoqqina azizlar, salqin tutadi. Ajoyib xili, yana 12,5 ming so'mdan tegirli xillari, dim chiroyli. Mana ochiq. Shifon emas bu. Shifon emas. Bular İzmir degan tovar. İzmir. Xudo xolasa qoshligi bu. Tanlab olasizlar azizlar, xudo xolasa materialga javob. Mana kachestolari, qoshlari Swarovski tushib qolmaydi, ha. Yana 1.60 bo'ladi. Dim zo'r. Xudo xolasa tanlab olasizlar, 12,5 ming so'mdan bo'ladi. 12,5 ming so'm. Singapurlar 10 ming so'mdan bo'ldi. Rasvetkalari bor, mana har xil ranglari. Tanlab olinglar, yana 1.60 Singapurlarimiz toza keldi. Tanlab olib ketaverasizlar. Xudo xolasa har xil ranglari bor, faqat qora sveti. Ular ranglilarni 10 ming so'mdan, bitta qora sveti 12,5 ming so'm bo'ldi. Nima sababdan endi? Qorasi opa talab kuchliligi uchun bu yerda narxini ko'tarib qo'yishadi. Qoraga hozir talab kuchli-ku. Shuning uchun bizga sal qimmatroq kelgan bulardan ko'ra bunisini 12,5 ming so'mdan beraveramiz. Boshqa svetlari 10 ming so'mdan tanlab olasizlar. Endi bu yerda bu vobshe yo'q, ko'rmagansiz bu tovarni bizda. Sumayya degan tovar. Sumayya nomi ham nima ajoyib, yangilik mana. Sumayya. Bularimiz turk haririga o'xshaydi bu. Materiali dim yumshoq, yengilgina. 20 ming so'mdan. Hozirgi kiyishga shu. 1 metr Jim bo'lmaydi. Jim bo'lmaydi. Uch bosish kerak emas. Bu kirishmaydigan. Poplina o'xshab ketadi. Sumayya deydi. Materiali zo'r. Yumshoq, ustida turganini bilmay ham qolasiz hattoki. Konditsioner o'zi bilan deb qo'ydi-yu, Konditsioner deb turibdi deb qo'yapti-yu. Yana 1.60 20 ming so'mdan Sumayya degan tovar ona. Rasvetkalari mana har xili bor. Tanlab olaverasizlar. Ash ko'praga qosh bosilgan ham 20 ming so'm. Bular ko'pra, turk ko'prasi, original variantini pechatlari bilan. Bunichi. Bular ham 20 ming so'mdan tanlab olaverasizlar. Mana rasvetkalarini ko'rib. Mana mana shu joyda sizga gapingizga aytib qo'yay, opa, yana bitta gap. Oldingilarimiz sal arzonroq kelardi. 1000 so'm, 1,5 ming so'm ustiga qo'yardik. Hozirgilarga sal qimmatroq kelyapti, lekin qimmat qo'yib olmayapmiz. 1000 so'mdan pul qo'yapmiz-da, tekis rilonga ham, metrga ham. 100 metr olganga ham, 1 metr olganga ham shu bahodan. Faqat metr rilonchilarimiz xafa bo'lmasin. Nimaga? O'tgan safar metrchilarimiz xafa bo'ldi. Nimaga rilon berayotganga arzon beryapsizlar? Ular odammi, biz odam emasmi? Yo'q, ular ko'p olib turibdi, shuning uchun tushirib turibmiz dedik. Lekin tushuntirib bilmadik. Shuning uchun
Sal kamroq pul qo'ydik ustiga, rulonchilarga ham, metrchilarga ham bir xil bahoda beryapmiz. Kelaverasizlar. Ularimiz 20 ming so'mdan kupaga qosh bosilganlar. Yana, lekin bozordan arzonmiz, olib borib non chiqaradigan baho lekin hammasi. Yana, markizalarimiz talab olaverasizlar. Bularimizni ranglari, rasvetkalari bor. Eni 160. Yana Bulanchi. Eni 160. Bu toza variant ekan. 17,5 ming so'mdan. 17,5. Buni ko'ring, chirilaydi. Baxmal din ekan, baxmal. 17,5 ming so'mdan markiza. Hibi toza. Hech vaj bo'lmaydi. To'g'ri oshana yozib bering shuni. 17,5 ming. Yana dum chiroyli. Durishini qarang. Har xil rasvetkalari bor. Ularda hali Moda bo'lgan tovarlar bular. tanlab olaverasizlar. 17,5 ming so'mdan markizalarimiz. Endi bu yerda izmirlarimiz. İzmir ular. Yana 10 ming so'mdan garoshkali izmirlar keldi. 10 mingdan. Materiali ham zo'r. Har xil garoshkali tegirlilari bor, garoshkali mayda garoshkalilari. 10 ming so'mdan. Adını ham aytib bering mana. İzmir. Yana 160. Paplina o'xshab ketadi. Paplinni yaxshi qila o'xshaydi. Yana qoshligini ko'rsatdim shuni. Bu yashini qoshsizlari mana. 10 ming so'm azizlar. 10 mingdan. Tanlab oling, İzmir. Shunda demak materiallarning boshlang'ich bahosi 10 mingdan, 10 ming so'm. Ya undan ham arzon. 7,5 ming so'm, 5 ming so'mligimiz bor. Ha, 5 minglikdan ham ko'rsatamiz hozir ko'rsatamiz. Xo'p, endi tigirli paplinlarimiz bor. Yana tigir paplinlar 12,5 ming so'mdan keldi. Yana 12,5. Yana. Dum chiroyli. Zo'r o'tkazadi. Menga ish sariq yoqdi, yomon zo'r ekan. Yana. Yo'lbarsdin. Yana haqiqiy tigir. Rasvetkalari tanlab olaverasizlar. 12,5 ming so'mdan tigir paplinlarimiz. Shifonlarimiz bor. Yana 160 bo'ladi shifonlarimiz. 7,5 ming so'mdan xohlagan svetingizda tanlab oling. Endi bizda yangilik xohlasa shifonlarda ichiga ichmaklikda ham shifonni oldidan olib ketaverasizlar mana. Shifonni ichiga qo'yadigan. Qancha so'm? Adnatonni paplinlar. 2000 mi bu? Yo'q, bu boshqa bu. Ha, bu boshqa. Narigindan boshqa tovar bu paplin. Buni Ko'rib ko'ring. Ha, ro'mol atsam bo'ladimi? Toza hibi, havo o'tkazadigan, dimzo'r, shifonni ichiga qo'yiladigan. Oq sveti, молочный sveti bor 10 ming so'mdan. Bu paplinni anavni xiyla ekan bang. Yaxshi xiyla. Yaxshi xiyla o. Yani hajanalar o'raydi-ku. Mana shundan. 10 ming so'mdan ichiliga mana shifonlarimiz 7,5 ming so'mdan. Zo'r ekan. Tanlab olaverasizlar. Rasvetkalari ko'p. 3D'lari bor. 10 mingdan. Mana. 3D har xil rasvetkalari bor. Bularni kelib tanlab olib ketaverasizlar. 7,5 ming so'mdan. Keling. Opa. Oho, kelinlar kelibdi-ku, kelinlarning kiyimlari. Nima bu? Nima bu deng? Bilasizmi, nima bu? Qo'shiq ayting, nima bu deng? Mana shu. Nima bu? Haqiqiy tovar bu. Tilqa. Yana 110 bo'ladi. 3 metrdan bitta ko'ynak tayyor bo'ladi. Necha so'm endi bu? 120 ming so'mdan. Dim ajoyib bu. 120 mi? 120 ming. 120 yilga yadimi bu? 120 yilga yadi. Xudo xolasa. Rasvetkalar. Nada, xo'shroy bana tashang bana. Chiroylilar. Gözlerini ko'rsatalik, ko'zlari. Yomon chiroylilar. 120 ming so'mdan. Oy, ro'mol atsangiz ham bo'ladi ekan bu. Qizlarimiz ayni. Ko'ring. Kelinlarimiz. 3 metr olsangiz bitta ko'ylak tayyor. 120 dan tilqalarimiz. 120 da. Haqiqiy original tilqa. Ko'rpalilarimiz yana 2 metr bo'ladi. Ichi paxta. 30 mingga tushirib qo'ydik. Skitkada 30 ming so'mdan. Zo'r ekan. Dum chiroyli. Har xil ko'rpalarimiz keldi. 30 ming so'mdan kelaverasizlar. 30 ming. Ayniqsa ishi zo'r ekan bu. Ey maqaram, hech etmaydi. Olaverasizlar. Qoshlarni bir qirib ko'raylik mana, eng. Qani qiring qani? Tushmaydi ekan, eng. Ishonch. Qosh umuman tushmaydi, azizlar. Kelavanglar zo'r ekan. Bizning haqiqiy mestamiz 9 etaj bo'ladi. 9 etajni yonboshi. Xiva stankani, ya'ni tovuq bozorni, ya'ni kelaverasizlar.